Bu videoda Yuksek kompaniyasida sotuvda bo'lgan temir yuzalar uchun ishlatilishi kerak bo'lgan Metal Hammer kraskamizni to'liq rangini tanlab olib sinab ko'ramiz. Avval bular haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Metal Hammer kraskalarning Yuksek kompaniyasida 17 xil ranglar bor, hammasi standart 2 kilodan bo'ladi. Bularga 646 qo'shmoqchi bo'lsangiz, 2 litrli bitta bankaga sepsangiz 1 litr, surkasangiz 0.5 qo'shsangiz bo'ladi. Akalar, mana 470 kodli kraskani sepishni boshladik. Bu Metal Hammer kraskalar sepganingizdan keyin mana shunaqa yorilishlar paydo bo'ladi. Usta akalar yaxshi bilishadi buni. Nimaga men buni kodini aytib ketyapman? Agar bu rang sizga yoqqan bo'lsa, buni optim narxlarda Yuksek kompaniyasidan xarid qilishingiz mumkin. Xuddi shu kodni aytsangiz, mana shu kraskamizni sizga yetkazib beramiz. Ikkinchi bo'lib 433 kodli tilla rangli kraskani sepishni boshladik. Bu kraskani ham o'ziga yarasha jihatlari bor, ko'rishingiz mumkin. Rangi ham chiroyli. Bemalol darvoza, temir yuzalar, panjaralarga sepsangiz bo'laveradi. Bu hozir birinchi slogi, ikkinchi slogida bundan ham chiroyli chiqadi, yopib yuboradi mana joylarini. Sizlarga yana bitta ma'lumotni aytib o'tib ketaman. Bitta 2 litrli Hammer kraskamiz 20 kvadrat joyga X slogdan ishlatganimizda bemalol yetadi. Mana akalar 433 kodli kraskamizni ikkinchi slogini berdik. Qaranglar, qana chiroyli chiqdi uzoqdan qaraganimizda. Bu mana tepadagi zanglagan bu kraskani rangi bas, bu zanglagan holati. Pastda bo'lsa mana kraska qilingan holat. Mana 439 kodli kraskamizni ham sepishni boshladik. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli, ko'rishinglar mumkin. Buni eski rangga o'xshab ketadi-yu, lekin sepilganda baribir ajraydi boshqa rangga. Buni bitta ko'ringlar. Mana akalar ikkinchi logini berib oldik. Yon tomondan kraskani qana yorilganini ko'rishinglar mumkin. Mana oxirgi 449 kodli kraskamizni sepyapmiz. Bu kraskamizdan birinchi sepgan kraskamizdaqa, lekin buni rangi ozgina farq qiladi, ko'rishinglar mumkin. Bu birinchi logi. Akalar, oxirgi ma'lumotni berib o'tib ketaman. Bu Metal Hammer kraskalarimiz quyoshga, sovuqlikka juda ham chidamli hisoblanadi. Sepilishini ko'rdinglar, endi surkalishini ham bitta ko'ringlar. Mana surkalganda ham yorilishini ko'rishinglar mumkin. Boya aytib o'tdim, sepganimizda 1 litr qo'shsa, bitta bankaga 2 litrli, surkaganimizda yarim litr qo'shsa bo'laveradi mana. Surkalgandagi holati. Bu Metal Hammer kraskamizning sifatini, surkalishini ko'rdinglar. Agar bular sizlarga qiziq bo'lsa, ulgurji narxlarda Yuksek kompaniyasidan xarid qilib olishingiz mumkin.